Amir avtosavdoda bizdan ko'pchilik labo so'ragan ukalar. Cho'nta yaxshi, tayyor labo kelib qoldi. Aniqrog'i Damas'ni labo qilib yasalgan ukalar. 2012-yil moshina texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q. 4 yumshoq balolar qo'yilgan, balolar zo'r holat turibdi. Salonlarni ham ko'rishingiz mumkin ukalar. Salonlarni ham cho'tka qilib qo'yibdilar. Yaxshi chexol. Xo'p, polilar solingan ukalar. Moshina texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Temir gaz balolar ustunovka qilingan, и plusiga propan gaz balonlari ham bor ekan. Okamizga pul sirashni yeb qopti. Shunday yuki bilan akaveribdilar okamiz. Tentlar ham zo'r holat turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Stilib bitilib ketmagan. Orqa tomonlari ham zo'r holat turibdi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Xullas, mashinani olib mazza qilib minasizlar. Kuzov holatlari ham zo'r holat turibdi. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi, qimmat gapli labolarga qo'shibdi. Bo'ladigan narximdan o'tmayman deyaptilar. $4600 tushirib qo'ydi. $4600 ga tayyor Damas bir mashinasi. Labo qilib qo'yilgan. Egalar nomerlarini qoldiramiz. Telefon